O'zing ham, jiyanim ham chiroyli bo'lib kiyinib olinglar, xo'p? Rahmat aka. Ha, aytmoqchi, kuyov, bu pulga siz ham chiroyli bo'lib kiyinib olsangiz bo'ladi. Har holda nozik mehmonlarning oldida uyaltirib qo'ymanglar. Pulingizni olib qo'ying. O'zingizga kerak bo'ladi. Oy, Dilnoza, sen ham akangning pulini o'ziga qaytarib ber. nega qaytarar ekanman? O'z umringizda biror marta menga yeng qo'yib berganmisiz? Qachon er bo'lib kiyim olib berdingiz? Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Ey! Sen kim bo'lsanki, seni haydaydigan. Nima haqqing bor? Aka, singlingizni bemalol olib ketishingiz mumkin. Bu uyga u boshqa qaytib kelmasin. Lekin bilib qo'ying, singlingizni hayotini siz buzdingiz. Uni mana shu ahvolga solgan ham sizsiz. Illos, narsalaringni yig'ishtir. Ketamiz. Jiyanimni ham olib chiq. Xo'p aka.